Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'sha mashhur bo'lgan mashinamiz Chery Ariz 6 Pro mashinasini obzorini qilamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu mashinamizni oldi abritovkalarga e'tibor bersanglar, o'sha mashhur bo'lib ketgan zo'r mashinaning abritovkasiga o'xshaydi. Nomini o'zingizlar kommentariyada yozib qo'yarsizlar. Mashinamizning dizayni yangi 2026 dizaynlardan bittasi bo'ladi. Shahar ichida kechqurun mazza qilib yuradigan mashina. Mashinamizda ko'rishingiz mumkin. Bunaqa funksiyali mashina yana bunaqa pulda hali hech qaysi avtosalon qilib bera olmaydi sizlarga. Ushbu mashinamizning qora rangi bemalol kechqurun akalarimiz ko'chada mazza qilib haydasanglar bo'ladi. Oq rangini kenayimlarga yoki qizingizga, farzandingizga olib bersangiz bo'ladi. Ushbu mashinamizni rassrochkaga olsanglar bo'ladi. Rassrochka nima desanglar, foizsiz muddatli to'lovga 1 yildan 5 yilgacha qilib bera olamiz. Bu bunaqa shartlar bilan faqat bizani Chery Ahmad Donishlik avtosalonimizga qilib bera oladi. Mashinamizning diskalariga keladigan bo'lsak, diskalarimiz 17 bo'ladi. Bunaqa mashinaga bunaqa diska вообще zo'r yarashib turadi. Mashinamizning salon qismiga o'tsak agar, mashinamiz besключевой достуp bilan ochiladi. Bunaqa pulga, bunaqa sedan mashina hali hech qaysi mashinada bunaqa bar ko'rmagansizlar. Mashinamiz elektrichеский rul plus multimediya rul bo'ladi. Monitorlari bor. Mashinamiz 5 o'rindiqli. Bemalol oilaviy mashina mazza qilib haydab yursanglar bo'ladi. Ushbu mashinamiz 3 xil pozitsiyada bo'ladi. Birinchi pozitsiyamizning motori 1.5 atmosferniy bo'ladi. Atmosferniy motor bilsanglar kerak, umuman benzin tanlamaydi. 92, 95, 98 farqi yo'q. O'zingizlarga xohlagan benzindan quyurasizlar. Bu mashinamizda keyin ko'rib turgan do'p opsiyalarni imенно bizani Ahmad Donishdagi Chery avtosalonimizga qo'shib beramiz. Ikkinchi pozitsiyasiga keladigan bo'lsa, ikkinchi pozitsiyamiz deyarli farqi yo'q. Bitta katta farqi motorida 1.5 turbina motor bo'ladi. Xo'p, uchinchi pozitsiya bilan ikkinchi pozitsiyaning nima farqi bor desanglar, uchinchi pozitsiyamizda 360 kamera, slipoy zona, oldi orqa parktroniklari, eng muhim narsasi lyuk qo'shilgan bo'ladi mashinamizda. Ushbu mashinamizning rasxodi shahar ichida atiga 6 dan 8 litrgacha ichadi. Bunaqa sedan 1.5 turbinali motorli mashina, bunaqa rasxod, ekonomik rasxodli mashina topa olmasanglar kerak. Bu mashinamiz yomg'irli, qorli, oddiy quruq asfaltda ham mashina o'zini zo'r ushlab tutib beradi. Ushbu mashinani men o'zim shaxsan 3 kunga test drive'ga olib, mazza qilib haydab ko'rdim. Sizlarni ham test drive'ga taklif qilaman. Bizning avtosalonda tekinga test drive qilib ko'rsanglar bo'ladi. Bilmaganlar uchun ushbu mashinamiz boshlang'ich to'lov atiga 25% dan boshlab foizsiz muddatli to'lovga chiqarib beramiz 5 yilgacha. Albatta to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, bizning avtosalonga tashrif buyuringlar. Shaxsan o'zim sizlarni kutib olaman. Hamma shartlar bilan tushuntirib, 1 kun ichida mashinani nomingizga chiqarib beraman. Uyingizga mazza qilib haydab ketasizlar yangi mashinani.